seni yaxshi bilaman. Men sendan yaxshi bilaman. 37 ku. O'g'lim so'zsa 38. Mana qarang aka, men 37 desam 38 deb bahslashyapti. O'zi nimani buncha bo'lib olmayapsizlar? Balki ichkariga kirarsizlar. Nima anna qilib? Stop. O'zi gap nima haqida ketyapti? O'zbekiston aholisi sonida ketyapti. Ha. Aniq eslayman. Ustozim menga 37 million degandilar. Axir har yili 1 millionga oshmasak kerak. Ashrafbek, do'sting to'g'ri aytyapti. O'zbekiston aholisi allaqachon 38 milliondan oshib bo'lgan. Ammo aniq qanchaligini hozir hech kim bilmaydi. Lekin yaqin kunlarda buni bilib olishimiz mumkin. Axir qanday qilib? Eshitmadingizmi? Shu kunlarda yurtimizda aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishlari boshlangan. Shu ishlar yakunida hammasi aniq bo'ladi. Aholi sonini aniq bilish shunchalik ham muhimmi? Nari borsa bahsda yutish uchunmi? Sen uchun hazil, ammo kelajakda qilinish kerak bo'lgan jiddiy ishlar uchun bu juda muhim. Masalan, Abror, sen maktabga borib kelishga qancha vaqt sarflaysan? Men boshqa tumandagi maktabga boraman. O'zimizda tumandagi maktabda bo'sh joy qolmagan ekan. Shu sabab 45 daqiqa borishga vaqt ketadi. Qaytguncha tirbandlikda 1 soatdan ko'p vaqt ketadi. Ko'ryapsanmi Ashrafbek? Bu yerda faqat aholi soni emas, ularning ijtimoiy holati va vaziyati o'rganiladi. Va bu orqali kelajakda qurilish kerak bo'lgan maktab, yo'llar va shunga o'xshash muhim ishlar rejalashtiriladi. Shu sabab bu ro'yxatga olish jarayonlarida sening, mening va barchamizning faol ishtirok etishimiz juda muhim. Aha, bu shunchaki raqam emas, kelajak uchun muhim qadam ekan. Demak, unda hammamiz qatnashamiz. Ketdim men oyimga bu xabarni tezroq yetkazish kerak. Siz nimani kutyapsiz? Eshitmadingizmi qanchalik muhim? Hoziroq elektron ro'yxatdan o'ting. Kelajagingizga befarq bo'lmang.